Buradan soğuk maşinalar var ekan. Soğuk'un içi bu ketibdi. Yaxshi. Ben bunu ben kaçıp pul olaman. Esimden çıktı. Obunachilar obuna bosib qo'ying. Like obuna bosing. Eshik ochiq qolib ketibdi. Qulflashingiz. Magazin eshigini ochib qo'yish kerak. Keltirdilar. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi, va alaykum. $100. Bugun savdo yaxshi bo'lmadi, shunga $100 bo'ldi. Shu magazinni buzib qashlayman. Yaxshi foyda kelmayapti. Buni o'rniga nima taxlashimni kommentga yozinglar. Mashina sotaymi, avtosalonmi? Nimaligini o'zlar, nima taxlashimni o'zlaringiz aytasizlar, nima qurdirishimni. Böyle yaxshi bo'ladi. Mashina mamqitdi eskiroq. Bu yerda mashina ko'rgandim. Mashina keldi. Ana ochildi. Burib olamiz. Tekmadi. Şirat bakayımız. Şunu koyayım. Bundan hayır bo'ladi, yaxshi foyda kelyapti. Hozir mashina sotayotgan joylarga boramiz. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Savdo yaxshi bo'lyaptimi? Ha, savdo yaxshi ketyapti. Bugun necha ming foyda? $200. Bugun kliplar kelmabdi-da, shunga. Har kun o'zi zo'r foyda bo'lyapti. Xo'jayin. May. Tabaqa bog'laydi shunga. 2 kun kelmayman-da ishga. Xo'p. Mashina salonga borib, hozir 1-2 mashinalar ko'raman. Yangi mashinalar keldi. O'g'irlagan mashina qulflab qo'ygan. Assalom keling. Qaysi mashinani olasiz? 4 xil mashinamiz bor. 4 xil qani?
Park, Benzi, bir ikkita mashinalar. Qaysini o'larkan? Yaxshisi qaysi mashinani olishimni kommentga yozasizlar. Birini olamanmi, yo birini olaymi, yo ikkinimi, yo 3, yo 4. Hozir ko'rib chiqamiz. Qaysi mashinani olay? Spark ham bor ekan. Qaysi mashina olishimni kommentga yozsanglar yaxshi bo'ladi. Mashina olaman. O'tiraman. Kompüterden bir ikkita ishlarim bor. Mashina qulflash. Yaxshi qulfladim. Hozir kompüterdan bir ikkita ishni qilaman. Keyin madur qilaman. Ovqatlanganim ham yo'q. Kapitallarga ham kelib oldim. Ochaman. Ya, yopilgan. Kiraman. Bu Minecraftga kirgani yo'q. Yuzi shunaqa. Hozir Telegramga kirib dolarga haz aytaman. Bitta joyni buzib kerak. Puli nech pul? 50.000 yo'q. 5.000 dollar. 5.000 dollar. Mayli. Hozir mana ustolarga ham aytdim. Bu buzib ketarlar. Gacha qitda uxlayman. Magazin buzilgandan keyin kamerani yoqaman. Hozir qitda uxlashim kerak. Buzibdilar. Soat 7 bara uxlagandim chunki. Yana bir marta aytaman, iltimos obunalar like bosing. Aytgancha ishchim aytuvdi. Men o'rnimga ukamni ishga qo'yib qo'yapman dedi. Yuguraman. Qornim ochib ketdi. Kompüterdan zakaz qildiraman. Kompüterdan zakaz qildiraman. Buzibdilar yaxshi. Pulini tashlab yuborganman. Yerda tursam. Bitta tez kirib eshikni ochgan edim. Kompüterdan bir ikkita narsalar zakaz qilaman.
zakasini. Tovuq go'sht, 2 stek pita va 2 stakan suv. Qilib tashlandi. Kompyuterni yopib qo'yaman. Obunachilar, bu yoqqa nimadir qurgandan keyin yana ana yerlardan nimadir qurish niyatim bor. Bu yoqqa ham nima qurishimni aytib o'tsanglar bo'ladi. Bunday qilamiz qay. Bu yoqqa nima qurishimni aytganingizdan keyin birinchisiga desanglar bu yoqni tushunaman, ikkinchi desanglar yo'q. Keyin shunda yaxshi bo'ladi. Obunachilar, zakaslar kelgandan keyin kamerani yoqaman. Kelgandan sizlar zakasingiz bordilar. Nima? Zakaz kelibdi, kartadan tashladim. Kompyuter yo'qmi? Zakasimiz keldi, zakaz. Zakasni uchun kerak, savmasdan oldin yesam yaxshiroq. Tovuq go'sht, stek, 2 pakal hammasi zakaz qilgan narsalarim. O'tirib yeyib bo'lish kerak. Hozir men bitta tovuq go'sht va 1 pakal suv qoldiraman. Narsalarni yeb olaman. Qayoqda o'tirib yeb olsam. Balkonga chiqib toza havoda yeyman. Toza havo. Bir dom qurilibdi. Birinchi normal ekan, issiqni. Ana uxlab yeymiz. Endi 1 pakal suv ichamiz. Bu stakanni bizga kerak yo'q. Shuning uchun ortarib yuboramiz. Kech bo'libdi. Obunachilar, o'ntalikdan keyin 15 ta obunachi bo'lsa 3-qismini chiqaraman. Men uxlayman. Like, obuna bo'lishni unutmang. Mayli.